Biz bugünkü söhbetimizde mushu yoshlarda avj olayotgan onanizm haqida to'xtalamiz. Hamda biz bu suhbat jarayonida ba'zi gaplarni ochiq deyishimiz mumkin. Agar biz bu gaplarni ayib deb ochiq demasak, uningdan cho'ng ayiblarninki o'tirg'i chiqishi bizga ko'rinib turadi. Chunki bizning sahifamizga kelgan ba'zi savollar qarag'an vaqtimizda yoshlarga bu haqda jiddiy bir ma'lumot berishninki nihoyat zo'rligini his qildik. Shuning uchun biz bu darsga tayyorlandik. Bu illatninki odam badaniga bo'lgan ziyni, ruhiyatiga bo'lgan ziyni haqida to'xtalman. Buni qarab sizlar buningki halalmi yoki harommi ekanligini o'zinglar bilib olasizlar. Turkcha masturbasyon, arabcha istimna, uyg'urcha onanizm yoki qo'lda lazzatlanish deb atalgan bu illat faqat musulmonlarga duch kelayotgan masala emas ekan bu. Buningga dinsiz, kofirlar, yahudi, nasara butun insoniyat duch kelayotgan masala ekan bu. Xuddi musulmonlar bu ishni qilib bo'lib nəhayət pushmon his qilgandek, dinga ishonmaydigan kishilarmi buni qilib bo'lgandan keyin nəhayət bir xil pushaymonlik his qildi ekan, o'zini saskindi ekan, vijdon azobi azoblaydi ekan buni. Dinsizlarningmi, yahudi, xristianlarningmi bu haqdagi ilmiy maqolalar, tadqiqotlar bor ekan. Hatto bu haqda Nofab deb bir guruh bor ekan, atrofda bor ekan. Bularning maqsadi xuddi opyum tashlatqizish markaziga o'xshash, xumarib qolganlarni onanizmdan tashlatqizishni o'rgatadigan, shuning usullarini o'rgatadigan bir guruh ekan bu. Masalan, bularningki to'r bekatiga qarab baqsaqmi, har xil vaqtliq faoliyat o'rlashtirdi ekan bular. Amasi yoshlar biz 30 kun bununla yaqinlashmaymiz. Özləri xalığan ya jazo o'rnatdi ekan, shunga o'xshash bir ishlarni qilib, 30 kun bu ishni qilmadim, men ruhiy holatimda menda yaxshilanish oldi, o'zimda menda bir xil kayfiyat oldi, buni o'rtoqlashadi ekan. Ammo musulmonlarning shu Nofabga o'xshash Kuvaytda Va'i ismli bir atrati bor ekan. Bularning shunga o'xshash, men 30 kun bo'ldi, 60 kun bo'ldi, buning menga bo'lgan ruhiy jihatdagi foydasi menda bo'ldi, kayfiyatimda menda yaxshilanish oldi. Bularni o'zinki Facebook sahifalarida buni o'rtoqlashadi ekan. Hamda biz bugungi darsimizda shu Nofabga o'xshash, Va'iga o'xshash tadqiqot maqolalardan yig'ib ilingan onanizm degan bu illatninki bizning badanimizga bo'lgan ziyni, ruhiyatimizga bo'lgan ziyni, buni so'zlaymiz. Undan keyin bundan qutulish yo'llari haqida so'zlaymiz. Inshaalloh bizning bu videomizni ko'rgan o'g'il qizlar bizning yuqorida ko'rsatgan usulimiz bo'yicha hammasini sinab baqsa, bu illatdan qutulib ketadiganligiga ishonaman inshaalloh. Hamda onanizm qarmoqqa shahvatni bosqanda qilgan bilan bu shug'ullanuvchini buningga odatlarni xumoq qilib qo'ydi ekan. Buningdan to'yqandan kimi ajamaydi ekan. Bu shu Nofabniki Va'ining to'rbiga ketib qarasak, men to'y qilib bo'ldim, 3 balam bor, 4 balam bor, tashlayolmadim. Bu shunda inkaslarni men ko'rdim. To'y qilmaganlarda odamda shahvat bo'ldi ekan, buni bir besishga to'g'ri kelgan. Ammo Alloh taolo insonda shu ehtilom shayton aqlash deymiz, mush orqali tushimizda rohatlantirish orqali ma'lum darajada bizningki shahvatimizni besishga foydasi bor ekan shu ehtilomninki. Ammo onanizm bilan shug'ullanganlarda ehtilom bo'lash nisbati to'lab ketadi ekan. Şunu ben aldılan bu onanizmninki adamninki ruhiy jihatda, psixologiyalik jihatda adamga olib keladigan ziyonlarni so'zlayman. Bu onanizmning odamga tunji qilib olib keladigan ziyon nima deganda, bu odamda ruhiy tushkunlikni paydo qildi ekan. Chunki bu illatni qilgandan keyin odamda o'zini bir xil saskindigan ruhiy tushkunlik qoplab ketadi ekan. Ikkinchisi, onanizm bilan shug'ullangan odamda g'ururlik paydo bo'lib qoldi ekan. Uchinchisi, gunohkorlik tuyg'usini paydo qilib qo'ydi odamda. Amaliyotda bu bir gunoh ish. Buni qilib olgandan keyin men bu shunday past odam, bu shunday nachar ishni qildigan odamda ruhiy kamsitish paydo bo'lib qoldi ekan o'zida. To'rtinchi ziyni bu unutqoqlikni paydo qildi ekan. Unutqoqlikning boshqa sabablari bor ekan, ammo shu onanizmmi unutqoqlikning sabablarining bir sababi ekan. Beshinchi sababi to'ygandan keyin turmushga sus qaraydigan, huzur olmaydigan bir xil kayfiyatni shakllantirib qo'ydi ekan bu. Bu o'g'il qizlarda o'xshash shunday holatni shakllantiradi ekan. Hamda onanizmning jismoniy jihatda olib keladigan ziyonlari birinchisi bu to'ygandan keyin odamda jinsiy munosabatga bo'lgan suslikni keltirib chiqaradi ekan. Jismoniy jihatdagi ikkinchi ziyni jinsiy a'zo yigilaklab ketish ahvoli yuz beradi debdi. Uchinchisi sperma tez ketish, to'rtinchisi jinsiy havas sus bo'lish, beshinchisi ayollarda odat qalaymoqonlashish va ko'p sonli ayollar kasalligining sababi mush ekan. Nurg'un gaplar bor ekan, bu yerda deyishga tegishli, ammo men buni deyishni pek muvofiq ko'rmadim. Ya'ni kelib shu o'g'il olsun, qiz olsun ko'p tayyorlashmi, mushuning bir sababi ekan. Boshqa sababdan bo'ldi ekan, ammo mushumi bir sabab ekan. Undan keyin bel telish, putqol isimaslikmi onanizm bilan ko'p shug'ullanganlikning bir alomat ekan. 50-60 yosh kirgan vaqtda ma'zi bez bo'lib qolsa, buni normal deb qaraydi ekan doktorlar. Ammo onanizm bilan shug'ullanuvchilarda 30 yoshga kirmay turib ma'zi bez yallig'i bo'lib qoldigan mushkil holatlar baldur bo'lib qoldi ekan. Ayolning o'tirisidagi turmushiniki buzilib ketishiningki asosliq sababining birisi to'y qilishdan ilgari o'g'il qizlarningki onanizm bilan ko'p shug'ullanganlik sababli kelib chiqqan ruhiy holat sabab bo'ldi ekan. Bu illatning jazosini oxiratga berishdan ilgari dunyodami tadid ekanmiz. Endi bu illatdan qanday qutulamaymiz deganda bundan qutulishning birinchi yo'li yana desak yana shu to'y qilish. Xo'sh, unda to'y qilgudek pul yo'q, imkoniyatimiz yo'q. Qanday qilamiz? Yana Rasululloh degandek ro'za tutamiz. Ro'za tutish orqali shahvatimizni bosamiz. Endi ikkinchi yo'li ko'zimizni haromdan saqlaymiz. Shahvatga birinchi qilib sabab bo'lgan narsa nima degandek haromga qarash. Shuning uchun yo'llarda menga vaqtimizda kuchimizning yetishicha, imkonimizni yer bergancha haromga qaramaymiz. Undan keyin telefonlarimizdan uchiq rasm, uchiq video, MTVlarning hammani yuvib tozalaymiz. Balkim siz ba'zi rasmlarga qarab bu hech qancha narsa emas deb o'ylashingiz mumkin, ammo
ammo bu sizni taraqqiy qildirib oxiri onanizmga olib boradi. Uchinchi yo'li chiniqish. Chiniqish odamningki jismonini kuchlantiradi, ammo shahvatini tangpunglashtiradi. To'rtinchisi zirikish va issiq qilishdan saqlanish kerak. Chunki odam zirikib qolgan vaqtda, issiq qilgan vaqtida mushu illat orqali ichib pushuqini va zirikishni chiqaradi. Amaliyotda bu apyonga o'xshash vaqtliq ichib pushuqini chiqarganda qilgan bilan xumo qilib qo'yadi. Shunga to'g'ri bo'lgan o'yin tomosha, ko'ngil o'tish bilan kayfiyatini sog'lom tutish kerak, xushal tutish kerak, ichib pushuqdan saqlanish kerak. Beshinchisi odam ko'p yerga berish kerak, ommaviy so'rovlarga qatnashish kerak, yolg'iz qolmaslik kerak. Chunki odam yolg'iz qolgan vaqtida shayton odamni mushu illatga so'rab aparadi. Oltinchisi bika qolmaslik kerak. Xalqi bikaga ishlab bersak, ishlab berileki hargiz bika qolmaydi. Chunki bika qolgan hamonlam yana shu shayton bizni mushaga akeladi, ammo bikaga ishlab bersak o'zimizni taraqqiy qildiramiz ishi kunimiz. Yettinchisi qat'iy iroda bilan o'ziga jazo bekitish usuli orqali bu illatni tashlash. 1 oy qilmayman yoki 2 oy qilmayman. Agar qilib qolsam 100 lira sadiq qilaman deganga o'xshagan o'ziga jazo bekitish usuli. To'rlarda mush usulni unumlik deb yozib qo'yapti. Masalan, bir qilам men hargiz qilmayman deb qilsa, yana qilib qoldi ekan buni. Shunga tadrijiy holatda tashlash kerak. 8-inchisi eng unumlik, eng muhim usul imonimizni kuchlantirish. Chunki imonimizni kuchlantirgan vaqtimizda Allohdan qo'rqamiz. Allohdan qo'rqqan vaqtimizda bu harom ishga yaqinlashmaymiz. Shunga har vaqt Qur'on o'qib turishimiz kerak, diniy nasihatlarni anglab turishimiz kerak. Buning zinini esimizdan chiqarmaslik kerak. Eng muhimi bu. Inson dunyodagi zindan qo'rqadi emasmi? To'y qilib bo'lgandan keyingi zin esimizdan chiqarmaslik kerak. Keyingi turmushi go'zal o'tmaydigan ishlarning birinchi sababi mana mushu illat. Li ajlika ya Rabbi nas'a bila tawanin wa tahlu tariqul khatar nasiru wa nanshuru nur al